Assalomu alaykum. 20-variant masalalar tahlilini boshlaymiz. 20, 33, 35 masalalar. Uzunliklar nisbati 1,6 ga 1 bo'lgan ikkita DNK bo'lagi bor. Birinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni bilan ikkinchi DNKdagi fosfodifir bog'lar soni o'zaro 9 ga 4 nisbatda. Ikkala DNKdagi jami guaninlar soni 157 ta bo'lsa, quyidagilarni aniqlang. Ikkinchi DNKda adenin jami nukleotitlarining 20% tashkil etadi. Bizda ikkita DNK zanjiri bor ekan. Uzunliklari nisbati esa, e'tibor bering, uzunliklar nisbati bu nukleotidlarga to'g'ri proporsional. Natijada uzunliklari qancha bo'lsa, uzunlikdagi nisbati bu nukleotiddagi nisbati bilan bir xil xolos. Ya'ni bunda 1,6x ta nukleotid bor, bunda x ta nukleotid bor. Ana endi bizda aytilyaptiki, 1,6x ta bo'lsa, har bitta zanjir uchun 0,8x dan tushadi. To'g'rimi? Ana endi bizda ikkinchi DNKda, mana ikkinchi DNKda adenin 20% tashkil qilar ekan. Shuning uchun adeninni 0,2x deb belgilab olamiz. Tabiiyki, guanin 0,3x ni tashkil qiladi. Ana endi bizda ikkala DNKda jami guaninlar 157 ta edi. To'g'rimi? 157 ta. Shu 157 ta guanindan 0,3x tasi qayerda? Ikkinchi DNKda. 157 ta nukleotiddan 0,3x tasi ikkinchi DNKda turibdi. Demak, qolgani, ya'ni 157 dan 0,3x ni ayirib olamiz. Qolgani bu birinchi DNKda. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi adeninni belgilab olsak, qanday qilib belgilaymiz? Demak, bitta zanjir nechiga teng degandik? 0,8x ga. 0,8x, to'g'rimi? Mana bu guanin nechini tashkil qilyapti? 157 minus 0,3x. Demak, mana bu 0,8x dan, ya'ni adenin va guaninning soni 0,8x da, 0,8x dan ayirib olsak, guaninning sonini, mana guanin sonini ayirib olyapmiz. Adenin soniga qoladimi? Qoladi. Adenin 1,1x minus 157 ekan. Mana belgilab oldik. Ana endi birinchi DNKdagi vodorod bog'larini belgilab olsak. Buning uchun mana bu adenin sonini 2 ga, guanin sonini esa 3 ga ko'paytirib olishim kerak. Adenin sonini mana bu adenin soni 2 ga ko'paytirsam 2,2x minus 314 bo'ladi. Guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'ini hisoblash uchun 157 minus 0,3x ni 3 ga ko'paytiraman. Demak, 471 butun minus 0,9x bo'lyapti. Xo'p, ikkovini qo'shsak, mana bu adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'iga guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'ini qo'shsak, 1,3x plus 157 ekan. Yaxshi. Ana endi e'tibor bering. Birinchi DNKdagi vodorod bog' qancha? Birinchi DNKdagi vodorod bog' 1,3x plus 157. Ikkinchi DNKdagi fosfodifirni topish uchun umumiy nukleotiddan, ya'ni x dan 2 ni ayirib olishim kerak. X minus 2. Demak, mana bu narsa 1,3x plus 157 bu birinchi DNKdagi vodorod bog'lar. Birinchi DNKdagi vodorod bog'lar mana shu. 1,3x plus 157. Ikkinchi DNKdagi fosfodifir bog'lar, mana ikkinchi DNKdagi nukleotid x da x minus 2. Bu ikkinchi DNKdagi fosfodifir bog'lar. Mana shularning nisbati 9 ga 4 nisbatda. Shuning uchun demak, buni tagiga 9 yozyapman mahrajga, buni tagiga 4 yozyapman. 9 ga 4 nisbatda deyapti. Ana endi hisob kitob qilamiz. Demak, x bizga 170 ga teng chiqdi. Menimcha mana bu qanday holatda kelgani tushunarli. 9 ga 4 nisbatda. Nima 9 ga 4 nisbatda? Birinchidagi vodorod bog', ikkinchidagi fosfodifir bog'. Mana hisob kitob qilyapmiz. X 170 ga teng. Ana endi birinchi DNKdagi vodorod bog'lar mana 1,3x plus 157 mi? 1,3 ni 170 ga ko'paytirib 157 ni qo'shamiz. Qancha chiqdi? 378 ta. Ikkinchi DNKdagi vodorod bog'larini topish uchun esa, demak, adenin timin orasini topish uchun 170 ni 0,2 ga ko'paytiryapmiz, chunki adenin soni kelib chiqadi. Shunda 2 ga ko'paytirsak, adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'.
Guanin va sitezin o'rtasidagi vodorod bog'ini topish uchun 0,3 ni ko'paytirishimiz kerak 170 ga. Keyin vodorod bog'ini topish uchun 3 ga ko'paytiramiz yana. Demak, 153 chiqyapti. Ikkovini qo'ysak, ikkinchi DNKda 221 ta vodorod bog' bor ekan. Demak, mana bunga e'tibor bering. Ikkala DNKdagi jami vodorod bog'lar soni 378 ga 221 ni qo'shamiz, 599. Keyingisi birinchi DNKdagi fosfodifir bog'lar soni ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonidan nechtaga ko'p? Xo'p, birinchi DNKdagi fosfodifir bog'ini topish uchun birinchi DNKdagi nukleotidni topishimiz kerak avvalo. Buning uchun mana bu 1,6 ni ko'paytiramiz 170 ga. Shunda nukleotid soni kelib chiqadi. Fosfodifirni topish uchun 2 ni ayirib olishimiz kerak. 270 ekan. Ana endi ikkinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini bilamiz. 221 ta, to'g'rimi? 270 dan bu 270 birinchi DNKdagi fosfodifir bog'. Ikkinchi DNKdagi vodorod bog' 221. Ayirib olsak, farq 49. Va oxirgisi ikkinchi DNKdagi A birinchi zanjirdagi G dan nechtaga kam? Xo'p, demak, ikkinchi zanjirdagi adeninni topish uchun 0,2 ni 170 ga ko'paytiramiz. Javob 34. Demak, birinchi zanjirda 34 ta adenin bor. Ikkinchi DNKda 34 ta adenin bor. Birinchi zanjirdagi guaninni topish uchun esa demak 157 dan ayirib o'ryapmiz. 0,3 ko'paytirilgan 170. Ya'ni x ni o'rniga 170 qo'yapmiz. Demak, javob 106 chiqdi. Xo'p, demak 106 dan 34 ni ayiramiz. Farq 72 ga teng.